Nima uchun ba'zi odamlarning og'zidan noxush hid keladi? Asosiy sabablarini sanab o'taman. Birinchi, kislorod yetishmasi ko'payadigan maxsus bakteriyalar turi mavjud. Karies, tildagi karashlar, yomon plombalar bakteriyalarning ko'payishi uchun qulay joy hisoblanadi va ulardan doimiy yomon hid chiqadi. Ikkinchi, spirtli ichimliklar va sigaret og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatini quritadi. Bu esa yomon bakteriyalarning ko'payishiga yordam beradi. Uchinchi, noto'g'ri ovqatlanish, tez doimiy antibiotiklarni ichish yoki og'izni turli xil antiseptiklar bilan yuvish ham yaxshi bakteriyalarni o'ldiradi va yomon bakteriyalarni ko'payishiga yordam beradi. Bu esa yomon hid chiqaradi. To'rtinchi, xronik tanzillit, angina, sinusit, gaymarit, faringitlar ham og'izdan yomon hid kelishiga sabab bo'ladi. Chunki bu holatda ham bakteriyalar ko'payadi. Beshinchi, gastrit va ichaklardagi muammolar ham og'izdan yomon hid kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizning ham og'zingizdan yomon hid kelsa, yuqoridagi sabablarga e'tibor bering va o'z vaqtida mutaxassislarga uchrang. Bu videoni doimiy og'izdan noxush hid keladigan tanishlaringizga jo'nating. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.